do'stligimiz abadiy bo'lsin. Xush kelibsizlar. Bugun Fardu rektori Bahodirjon Shermuhammadov, Yaponiyaning Iwatani Gakuin ta'lim muassasasi bosh direktor o'rinbosari Akiyama Kyoko hamda xalqaro biznesni rejalashtirish departamenti xodimi Konoma Shiholar delegatsiyasini qarshi oldi. Uchrashuvda oliygoh rahbari xalqaro hamkorlarga universitet tarixi, fakultetlar faoliyati, jamoaning ilmiy salohiyati, iqtisodiy hamda moliyaviy imkoniyatlar hamda xalqaro hamkorlik ishlari to'g'risida ma'lumot berib, yangi loyihalarni tanishtirdi. Muloqot davomida hamkorlik doirasida Iwatani Gakuin ta'lim muassasasi bilan Fardu o'rtasida qo'shma kafedralar va fakultetlar tashkil etish takliflari ilgari surildi. Hamkorlar tomonidan Yaponiyadan mutaxassislarni jalb etgan holda Fardu qoshida IT texnologiyasi va yapon tili markazini tashkil etish loyihasi, unga talabalar, shuningdek maktab bitiruvchilarini qamrab olish, til markazi bitiruvchilarini Farduning agrar qo'shma fakulteti, qishloq xo'jaligi sohasida ta'lim olayotgan talabalarni Yaponiyada ish bilan ta'minlash takliflari o'rtaga tashlandi. Shuningdek, mehmonlar Farduning til markazi faoliyati bilan yaqindan tanishdilar va ushbu markazda yapon tili kurslarida ta'lim olayotgan talabalar bilan samimiy suhbatlashdilar. Uchrashuv so'ngida mehmonlarga oliygohning esdalik sovg'alari topshirildi va har ikki tomon bildirgan taklif va loyihalar bo'yicha hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yishga o'zaro kelishib olindi. Bugun Farg'ona davlat universitetiga kelib, bu yerda ko'p narsani o'rgandik. Sizning o'quvchilaringiz yapon tilida juda yaxshi gapira olar ekan. Kelajakda ular o'z faoliyatlarida yapon tilidagi bilimlardan samarali foydalanib, yaxshi ish olib borishlariga ishonamiz. Biz kelgusida Farg'onada yapon maktabini ochib, yoshlarga Yaponiyada o'qish, ishlash imkoniyatini yaratmoqchimiz. Farg'onaga kelganimizdan juda mamnunmiz. Hammaga rahmat. 活躍できることを期待しています。今日は本当にエフェルガナに来てよかったです。ありがとうございました。